Salom hurmatli o'quvchilar, hurmatli o'rganuvchilar. Demak, bugungi darsimizda CSSda position darsini o'tamiz. Position o'zi nima? Position bu joylashuv. Joylashuv elementlarni qay tarafda joylashtirishni aytiladi. Ya'ni position bu asosiy bizdagi elementimizni o'ynanimizning oldiga chiqaradigan xuddi qaysi joyga joylashtirib beradi. Masalan, deylik hayotda shaxmatni olaylik. Shaxmatda vazir xohlagan joyga yura oladi, xohlagan nuqtasigacha bo'la oladi. Bilasizlar, endi elementlarimizni shunaqa xohlagan joyga olib boradigan narsa bu position deyiladi. Position darsini bugun o'tamiz. Ya'ni bugun position o'zi nima? Undan oldin men sizlarga ozroq positionni tushuntirib ketay. Position bu bizda boyagi joylashuvni xohlagan joyiga o'tkazib berish ekan. Xo'p, endi turlarini o'tamiz. Bizda position birinchi turi sticky, relative bor, absolute bor, fixed bor va sticks bor va the indexlar ham bor. Endi bularni qanday qilib o'rganamiz? Xo'p, bugungi darsda sizlarga hammasini o'rgatamiz. Endi yangi CSS ochaylik. Masalan, CSS 12.html struktura есть. Xo'p, dokumentatsiyamizga CSS da position. Tushunyapsizmi? CSS da position. Position. Xo'p, birinchi bo'lib bo'lar qaranglar. O'quvchilar, qadrli o'rganuvchilar. Birinchi bo'lib, masalan, men bitta oddiygina misolda tushuntirib beraman. Position bu bizga mana shunaqa holatga, hozir buni ochaylik. Buni boshlaylik. Masalan, Node.js kerak, hali yaratilmagan. Masalan, endi draw qilamiz. Xo'p. Positionda bizda xususiyatlar bor, elementlarni xohlagan joyga olib borib beradi. Birinchi, ya'ni strukturamiz, ya'ni birinchi elementimiz bu relative. Tushunyapsizmi? Yo'q. Relative asosan oddiy narsalarda ishlatiladi. Xo'p. Relative nima? Masalan, elementimiz, kontentimiz mana shu joyda turibdi. Tushunyapsizmi? Turibdi. Elementimiz pixellaydi 0 dan to 100 gacha yoki shunga o'xshash pixellaydi. Masalan, elementimizning uning burchagi, ya'ni 0 burchagi mana shunday holatda bo'ladi. Mana. Tushunyapsizmi? Agar biz position, masalan, position hozir relative bo'lib turibdi. Tushunyapsizmi? Biz pastga tushib top, tushunyapsizmi? 10 piksel beradigan bo'lsak, topni 10 piksel beradigan bo'lsak, bizga bu nima qilib beradi? Mana shimiz, mana shu 0 dedik-ku, mana shu joyda 0 dedik-ku, 0 pastga 0 1 2 3 4 tushadi. 0 bu yoqdan 1 2 3 4 yana bu ham tushadi. Shu joydan bizga polni 0 ga qarab pastga tushib beradi. Bu yoqdan ham 0 deb hisoblab mana shu joydan tiqib beradi. Ya'ni mana shu elementimiz qayerda turgan qat'iyatda shu burchak asosida. Tushundingmi? Hozir buni o'rganamiz. Demak, endi biz Visual Studioga kiramiz. Masalan, bitta kontentimiz bor. Xuddi bitta konteyner yaratdik. Bitta box yaratdik. Boxning ichida salom dunyo deylik. Xo'p, endi bu salom dunyoni katta ekrandan ochib olamiz. Mana salom dunyo. Endi uni chiroyli qilib to'rtburchak qilib CSS beramiz. Masalan, xo'p, style deylik. Style'ga box deb yozaman. Bunga background color red deb yozaman. Width 200 piksel deyman. Width plus kengligi mana. Kengligi 200 piksel bo'ldi. Height esa bizda 200 yo'q. Bunga mayli 200 piksel deylik. Bu ham height speed 200 piksel. Masalan, bizning kontentimiz olaylik. Masalan, biz margin bilan surib oldik. Margin bilan bir 200 piksel surib oldik. Qayergadir tushdi mana yoki qayergadir mana kontentimiz turibdi. Kontentimizni men mana shu joyga siljitmoqchi bo'lsam, men mana shu joyga siljitishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Menga position relative kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda position relative deb yozamiz. Keyin top, qarangizlar. Top yoki left, mana top desak, top masalan 100 piksel deymiz. Diqqat bilan qarangizlar, 100 piksel. Mana shu joyda turdi, mana shu joyga avtomatik tushdi. Ko'ryapsizmi? Endi ham minus mana buni kommentar olib turaman. Ko'ryapsizmi? Asta tushyapti bu.
bizning kontentimiz bu yoqdan bu yoqqa tushyapti. Left qilaman masalan. Left 300 piksel bo'lsin deyman. Mana shu joyda turadi. Bu joyga o'tdi. Shunaqa holatda o'taveradi bizda. Tushunyapsiz? Keyin bu position relative va position xususiyatlari boshqa bir elementga to'xtashib qolmaydi. Ya'ni boshqa bir elementni to'xtashib bir narsa yo'q, biror yoqqa yurgizdirib yubormaydi. Ya'ni biror yoqqa surib yubormaydi. Bu elementlarning ustiga chiqadi degan ustidan o'tib ketaveradi. Bunga yaqqol misol, masalan, bitta paragraf ochaylik. Paragrafda lorem 400 lorem 4444 ta so'z bo'lsin. Mana. Ko'ryapsiz? Hozir men margin berganim uchun meni shunday turibdi. Mana margin o'tkazib qo'yaman. Mana. Margin o'chiraman mana. Position relative top 100 pixel. Hozir bu pastdan tufayli hozir bizga shunaqa tuyulyapti. Pastga o'tkazaman mana. Pastga o'tkazsam, ko'ryapsizmi? Ustidan o'tib ketaveradi. Xohlagan joyga ketaveradi. Lekin buni qilib ketaversang bo'ladi. Tushundiga relativdi. Bu relativ nima ekan? Bizga joyidan siljitib berar ekan. Ya'ni joyida mana shu joyini bizga 0 qilib berar ekan. Mana shu joydan 0 burchak qiladi. Xuddi endi bu sal burchak yozyapman endi men. Mana shu joyda 0 bo'ladi. Agar leftdan 10 piksel desangiz, men 10 piksel bu yoqqa o'tadi. Mana shu kontentingiz 10 piksel mana shu yerga o'tadi. Mana shu joy 0. Endi bizning absolute degan xususiyatimiz bor. Ya'ni absolute degan, ya'ni bizda property'miz bu elementni mana shu yuqori 0 dan qilib beradi. Siz qanchani ko'ryapsiz? Mana shu yuqori 0 dan qilib beradi sizga elementni. Position absolute desangiz, absolute masalan top bir 10 piksel deylik. Top 10 piksel deylik. Tushunyapsizmi? Top 10 piksel deylik. Margin o'chirib turamiz. Mana. Top 10 pikseldan pastga tushirib beradi. Top 100 piksel deylik. Mana. 100 piksel pastdan sizga tushirib beradi. Left 300 piksel deylik. Left 300 piksel deylik. Shu pastga tushirib beradi. Bu yoqqa o'ting. Left 300 piksel deylik. Mana left 300 piksel bizga bu yoqdan siljitib beradi. Tushunyapsizlar? Juda oson narsa bu. Ya'ni position absolute qayerlarda qanday ishlab qoladi? Men sizlarga juda zo'r narsani tushuntiraman. Yaqqol mana bitta xatolik bo'ladi. Masalan, listlarimiz bor bizda. Ko'pgina URLning ichida listlarimiz bor. Masalan, lorem degan listamiz. Juda ko'pgina. Tushunyapsiz-a? U xohlagan turda mana shunday turibdimi, xohlagan farqi yo'q. Xohlagan joyda xuddi kechagidek burchak ostida turibdimi, farqi yo'q. Shunday turibdi deylik. Ularni har birini sal bu yoqroqqa surmoqchiman, ya'ni bitta qilib bu yoqroqqa surmoqchi bo'lsam, siz mana bunday berib yuborishingiz mumkin. Liga position relative emas, absolute bersangiz. Qarang, absolutelar nima bo'lib qoladi hammasi hozir bu yerda? Loremlar hammasi bitta joyga birlashib qoldimi? Masalan, bunga yozaylik. Bunga yozaylik, masalan, contentda deylik. Mana. Hammasi nima qilib qoldi? Bitta joyga birlashib qoldi. Shuning uchun absolute har birini 0-burchak olib keladi. Relative esa mana relativni qarang, relativni bitta relative qilasiz mana. Uni xohlagan joyga suraverasiz. Masalan, left 300 piksel qilamiz. 300 piksel hammasi bu yoqqa o'tadi. Ko'rdingizmi? Absolute ham shunday. Xo'p. Tushungan bo'lsak, endi yaxshi. Endi buni o'chiramiz. Buni header deymiz. Okay. Endi bitta header yasaymiz. Masalan, headerga bitta h1 bo'lsin. Bunga new degan sarlavhamiz bo'lsin yoki new degan katta saytimiz bo'lsin mana. New. Bu yoqdan listlar bo'lsin. Headerning ichidan keyin bitta listlar bo'lsin. URL ning ichida list bo'lsin. Masalan item 1, item 2, item 3. Masalan, shunga o'xshash listlar. Endi bularni boya ikkita tomonga ayiraman, borderlab. Bu boksni kerak emas menga hozirchalik. Endi header border 2 pixel solid red beraman. Qizil berdim.
Endi bularni ikki tomonga o'tkazishim uchun men eslab qo'ying, display flex beraveraman. Display flex xudo xolasa yaqinda o'tamiz. Display flex ikki tomonga ajratdi. Justify content space width qo'yamiz. Hozirchalik yozib ketsangiz bo'ldi. Bu yoqqa o'tkazib beradi. Align itemimiz center beramiz. Bu yoqqa o'tkazib beradi. Endi item bor, item 2, item 3larda hammasini yoyamiz boyagidek. Header yo'q, UL ichidagi listlarga men list style type nom beraman. Har birisi nom bo'ladi. Keyin bular displayni inline block qilaman. Inline block degani har birini mana shunaqa tekstlab beradi. Padding beraman, padding right beraman, bir 30 pikseldan beraman. 30 pikselda mana bizga joylashadi. Chiroyli holatda. Ko'ryapsiz-a? Endi position fixate tushuntirib beraman hozir sizlarga. Headerdan keyin bizda bitta paragraf bor. Paragrafning ichida bizda juda ko'p lorem so'zlar bor. 4444 ta so'zlar. Lorem 4444 ta so'zlar. Mana juda ko'p so'z. Bu new da, orqasini sal backgroundni o'zgartiraylik. Headerga background color red. Background color red. Red berdim. Buni backgroundini pastga tushiramiz. Demak, xo'p. Bu joyda biz position fixed beramiz. Fixed yo'q, sticky beraylik. Sticky top masalan 0.0dan 1 piksel qilamiz. Mana. Endi sal pastga tushsak mana ichidan ochadi bu. Tushundingmi? Masalan, mana shu joyda tugmachalar qanday qilinadi? Buning uchun masalan bitta lorem qilaylik. Bitta button yozaylik. Button masalan click degan button mana. Click degan button mana shu joyga qo'yishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Boyagi buttonga murojaat qilaman. Biz bu yerda nima qilamiz? Position fixed masalan bottom 0 qilaman. Bottom pastga tushadi mana 0. Ko'ryapsizmi? Yoki buni backgroundni yashil qilaman. Background color green. Padding masalan 10 piksel bo'lsin. 10 piksel. Ko'ryapsizmi? Ustida bu ham yuradi. Yoki bu yoqqa o'tkazmoqchi bo'lsam, buni right 0 qilaman. Right 0. Mana right 0. Ko'rdingmi? Juda oson narsa. Hammasini qilib chiqsak ham bo'ladi. Clickni bitta bossak, bu yuqoriga chiqishi qilamiz buni ham. Paragrafga biz bitta ID beramiz. ID ga masalan iOS deylik. Button esa biz click deb yozdik. Bunga ID iOS. Bu buttonni ham bitta A tagiga olaylik. A tagiga olamiz. Button kiritamiz. Hrefga, reshootga iOS masalan. Pastda turibdi. Bitta bossak, sahifamiz mana loremaga birinchi qatoriga o'tadi. Scrollda ham qarasangiz ham bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsak, sahifangiz yuqoriga o'tdi, faqat so'zni sal chalkashmovchilik bo'ladi. Shunga mana shunday holatlarda kelib chiqsak bo'ladi. Keyin mana shu 8 pikseldan o'chirib tashsak bo'ladi. Ya'ni styledan keyin buni qo'yib margin 0, padding 0 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Margin 0, padding 0. Mana. Shuni yozsak bo'ladi. Boyagi endi headerga hech bir 80 piksel berib qo'ysak ham bo'ladi. Bizda chiroyligina veb-saytcha tayyor bo'ldi. Masalan, ko'rdingmi, tushundingmi? Bu juda oson veb-sayt.